İjtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotgan obunachi do'stlarimiz, bugungi chисло 2025-yil 18-aprel sanasiga yaqinroqdan ko'rsating. Ko'rib turgan daraxtlaring saman tanjir shaftolisi beravering. Saman tanjir shaftolisini bugungi qiladigan ishimiz hozirgi kunda toqalash ishlari. Sabab bu juda ham serhosil na bo'lgani uchun e'tibor berib ko'rishingiz mumkin. Juda ham hosildorligi bo'ladi. Mana ba'zi joylarda mana 4 tagacha juda ham ko'p usha bo'ladi. Shu sababli bu uje ajrashni boshladi. Bunga yengillik qilish maqsadida saman tanjir shaftolisini mana bular 3-4 gul kurtaklar hisoblanadi. Mana rivojlanishi pastroq bo'ladi. Mana birinchi gul kurtak o'zi rivojlanib kattalashgan. Mana ikkinchi gul kurtak hisoblanadi, lekin biz buni bittadan qog'izib chiqamiz. Mana har bitta gul kurtakda bittadan meva qog'izilinadi xolos. Bunday qilishdan maqsad mana to'qalab chiqiladi. Bunday qilishdan maqsad sifatli va yirik meva olish maqsadida qilinadi. E'tibor berib ko'rasizlar. Juda ham maydalari bo'ladi ichida. Ular rivojlanishi sust bo'ladi, lekin rivojlanadi. Faqat orqaga tortadi. Shu sababdan buni shu holatda toqalab chiqiladi. Polni toqalab qilish kerak bo'ladi. Bitta tugunchada bitta meva qog'izish kerak. Natija juda ham yaxshi bo'lishi uchun bitta tugunchada bitta meva qog'izilinadi. Mana e'tibor berib ko'ringlar. Juda ham serhosil nav. Bittadan qog'izildi hammasi. Bu tomonda mana toqalash ishlari ancha oldin qilingan. Mana e'tibor berib ko'ringlar, bu juda ham yiriklashdi. Endi yana bitta gavdaga qilinadigan ishimiz har bitta shoxda tagida mana har bitta bu yangi o'suvchi shox bo'lsa, buni tagida gul kurtak meva solgan. Biz endi buni toqalab chiqishimiz kerak bo'ladi. Hattoki shoxlarini ham toqalab chiqishimiz kerak. Mana bu tomonda mana bu shoxlarda kamaytirish kerak bo'ladi. Mana bu yerda mana meva yo'q. Mana mevali shox hisoblanadi. Mana e'tibor berib ko'ringlar, mevali shox, mana mevasi yo'q shoxlarni oradan mana mevasi yo'q shoxlarni chiqarib tashlaymiz. Uni chiqarib tashlashdan maqsad birinchi navbatda quyosh nuri ichkariga zo'r kiradi. Ikkinchi navbatda mevani sifati oshib boradi. Mana e'tibor berib ko'ringlar. Mana bu tomonlarda mana quyosh nuri juda ham katta rol o'ynaydi. Mana har bitta kurtakda ostida mevasi bor. Mana bu yerda mana bu kurtakda meva bor, lekin bu shoxda meva yo'q. Shu sababli buni bittasini olamiz. Mana bu tomonda ham xuddi shu holat. Mana bu shoxda mevasi bor, mana bu shoxda ham meva bor. Mana bu shoxda ham orqa tomonda mana mevasi bor, ko'rinib turibdi. Mana bu ikkita shoxda meva yo'q. Shu sababli bu ikkovi shoxda olib tashlaymiz. Maqsad quyosh nurini ichkariga yaxshi olib kirish. Shunda mevani sifati oshib boradi. Do'stlar, videoga bittadan like bosamiz. Kuzatishda davom etasizlar. Xuddi shu saman tanjir shaftolisi nechinchi chisloda yetiladi va qaysi kunda terim jarayoni bo'ladi. Bu haqida video qo'yamiz. Bilganlar kommentariyaga nechinchida terilish haqida video qoldirsa, agar to'g'ri video qoldirsa, o'sha kuni tergan kunimiz to'g'ri video qoldirgan bo'lsa, xuddi shu saman tanjir shaftolisidan bir yashiq terib dastavka qilib chiqarib beramiz. Do'stlar, salomat bo'lasizlar. Videoga like bosamiz. Foydali, manfaatli videolar bizda. Podpisatsiya bo'lib qo'ying, juda ham kerakli bo'ladi. Keyingi videolar hali oldinda turibdi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar beriladi. Sog'-salomat bo'lasizlar. Do'stlar, mana samantalar harakatda. Mana o'zi rang olishni boshlagan. Yiriklari o'zi mana usti qizarib rang olishni boshladi. Mana bu tomonlarda ham. Salomat bo'lasizlar do'stlar.